Men Mahkum Xudoyberdiyev Farhod Ismoil o'g'li 1991-yil 10-noyabr Namangan shahrida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-modda 2-qismida aybdor topilib, 5 yil 6 oy ozodlikdan mahrum etilganman. Men Mahkum Xudoyberdiyev Farhod Ismoil o'g'li 1991-yil 10-noyabr Namangan shahrida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-modda 2-qismida aybdor topilib, 5 yil 6 oy ozodlikdan mahrum etilganman. 2026-yil yanvar oyi shu bir o'zim tanishim bilan ozgina kelishmovchiligimiz bor oldi-berdi bo'yicha. Shuni pulni bermadi, pulni bermagandan keyin men u rasmlarni olib tagiga nomerini qo'yib, mashinnik boshqa deb rasmni tarqatib olib jinoyat sodir etdim. Endi jazo muddatini o'tyapman. Shu 2021-yil oktyabr oyida sheriklarning ikkita o'rtog'im bilan bir kishining uyiga tushib, tillalarni olib chiqib ketganmiz. Keyin sotib, shuni o'zimiz manfaatimiz yo'lida ishlatib oldik. Qonun bor ekan, qonun oldida javob berdik, qamalib jazo muddatini o'tab chiqqanman. Ikkinchi martasiga shu holat ikkinchi marta takrorlanyapti. Oldin ham shu odam bilan pul temasida muammomiz bo'lgan. U paytda summa kattaroq edi, summani bera olmadi, boshqa bo'lmadi. Urushganmiz u paytda, urushib, mushtlashib so'rab olgandim. Bu 3-marta endi mana shu holat bo'ldi. Otam borlar, onam borlar, singlim bor, ikkita turmushga chiqqan singlim bor, bitta men o'g'il. Uylanib ajrashganman. Ajrashishga o'zi oilaviy ish, muammolar, shaxsiy sabablar bo'lib. Shu bitta farzandim bor, 13 yashar. Shu har safar onam uchrashuvga kelgan paytlarda birga keladi, ko'rib ketadi. 2 oy, 3 oyda, 3 hozir oldin 2 oyda edi, hozir 3 oyda ko'rgan kelib turadi. Kelib ketgandan keyin onamni ko'rganda bir siqilaman, farzandimni ko'raman. Bunaqa kiyimda ko'rib, shuni o'rniga ko'chada yursam bo'lmasmidi, ozodlikda yursam bo'lmasmidi deb siqilib yig'lab bir hafta 10 kungacha bu kayfiyatga ham ta'sir qiladi. Afsuslanib o'tiraman. Shu nima bo'lgan taqdirda ham kimdandir qarzi bormi, boshqasi bormi, hammasini shu qonuniy hal qilish kerak. Bu joylarni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Ko'chada ozodlikda ota-onani bag'rida yurish kerak. U ko'rgandan keyin, u ota-onani qamalgandan keyin boshi yerga egilib qolar ekan mahalla kuyda, boshqada qarindosh urug'larning orasida. Hozir ham bu holatlarni o'zimning holatimdan kelib chiqqan holatda umuman bunaqa joylarga kelish hech qachon tavsiya ham qilmayman, maslahat ham bermayman. Ota-onani bag'rida yurganga, ozodlikda yurganga, shu xalqimizga foydasi tegadigan fuqaro bo'lib yurishga hech narsa sababi yetmaydi. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan afsusdaman, pushaymondaman. Shu ter davri ichida yosh o'tyapti, sog'lig'i o'tyapti. Hozir o'zim ham kasalman. Qamalib kasallik orttirdim. Faqat kasallik orttirdim, tamg'a orttirdim. Ota-onamning bo'ynini egdim, boshini egdim. Qarindoshlar qoldi ham, ishonchdan boshqadan chiqdim. Chin ko'ngildan pushaymonman qilgan ishimdan boshqadan. Hech kimga maslahat bermayman bunaqa joylarga kelishni. Qilgan jinoyatimda arzimagan 18 million pulli deb qamaldim. Hozir ko'chaga chiqqandan keyin, boshqargandan keyin 100 million sarflaysiz, 150 million sarflaysiz, sog'lig'ingizni yo'qotar ekansiz, vaqtni yo'qotasiz, ota-onangizni yo'qotasiz, boshqa qilasiz. Va ozodlikka yetganga hech narsa yetmaydi ko'chada yurganda.